Jentira olasizmi yoki shuni bosib yuborasizmi? Malibu bo'lsa, shunaqa rangligidan bo'lsa, hammani so'raydigan gapi kraskasi tozami yoki polni sepilganmi deyishadi. Albatta, bu mashinamiz polni kraskasi top-toza. 2017-yil amerikanskiy через Qirg'iziston orqali eksport qilib zakazga olib kirilgan Malibu. Shuni minsangiz, albatta Namanganda bitta bo'lib oqayib yurasiz. Bitta like bosib qo'ying. Xudo xolasa, sizga ham shunaqasi nasib qilsin. Bu yil nasib qilmasa, xudo xolasa, niyat qilgan bo'lsangiz, keyingi yilga shunaqasini olasiz. $500 toza laminat qilingan tomlar bo'ldi, qoraytirilgan. Polni diskka yaxshi charimxo'r balonlar, даже $1000. Old orqa polni laminat bo'lgan faralargacha $200-300 ga XL oblisopkalar taqilgan. Mashina polnistli keramika, polirovka keramika bo'lgan. Ta'mirlovka ruxsatnomalari olingan. Ikkita 3 litr, ikkita sanfuri bor. 6 ta Gears kolonkasi bor. Mashinaga evakor ko'ringlar, toza nakitkalar tashlangan. Holati yaxshi, 175 ming probeg, kraskasi top-toza, bemalol proverka qilib olaverasizlar. Bay, mashinani o'ta deriskiy bo'lib, seryozni bo'lib turishini qaranglar. 12 ming plyus bo'lsa, shunaqa kraskasi toza mali bo'lib bosib yuborarmidingiz? Kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring. Faqat o'zimizdan obunachilarga narsa savdoga 12 ming, 13 ming plyus bo'lsa, bosib yuborsangiz bo'ladi. Like bosib qo'yamiz.